Assalomu alaykum qarindoshlar, mushaqlarga xayrli bo'lsin. Ko'rishmagan uzun bo'pti, ammo yaxshi tug'ansizlar inshaalloh. Ko'rayotganlaridek oldimizda bir quti bor. Bu bo'lsa yangi uyimga olgan printer. Bu printerni biz birlikda ko'rib boqamiz. Undan keyin izlanish jarayonimdagi qaysi xil printerlarni ilishimiz kerak yoki qaysi xil printerlardan yiroq turishimiz kerak. Bularni men sizlarga bilganimcha so'zlayman. Undan so'ng biz boshlab ketaylik. Ko'rayotganlaridek Epson markalik EcoTank ET2826. Misol bilan mana bu printerimizni ichib ko'rib boqaylik. Undan keyin qaysi xil printerlarga diqqat qilamiz, qaysini ishlatamiz, qaysini ishlatmaymiz, bularni biz birlikda ko'rib chiqamiz. Ko'rayotganlaridek ichidan bir dona cho'mirish qog'ozi yoki qo'zg'atqich qo'shilgan disksiya, optik disksi. Bunga kerak qolmadi hozir. Hozir bir aytal barmoq diska yoki to'rini tushirib olsakmi bo'lgan narsa albatta. Ko'rayotganlaridek rangmi birlikda kelgan. His qilganlaridek o'yinki uslubimi oqqa mayil bo'lg'achqa oq rangga. Shuningdek printerni oq ranglikni oldim. Biz mayatga tushuntirishlarga asosan bir-birlab ko'k nimasini plastikini chiqarib, undan keyin qo'zg'atib birlikda ko'rib boqamiz. Ko'rsatma deyilgan bo'yicha men mana ekrandan chiqaritib turib oldim. Qaraydigan bo'lsanglar, bu yerda rang tipini ko'rasizlar 104. Ya'ni bundan keyin o'zininki mana bu o'zidan birga chiqqan rang tuggan vaqtda bevosita shu nomerliq Epson'ninki shu orijinal, ya'ni asli rangni olsak, bu printerninki ömrü uzun bo'ldi. Xo'sh, endi muhim qismga keldik hisobda. Qaraydigan bo'lsanglar, mana bu rang bosish uskunasi yoki partiyasi mana bu ekranda ko'rayotganlaridek kichik kartushka emas. Va faqat chiqitallam kartush chiqadigan bir tip var. Kartushlik deydi uni. Buni olmaslikni tavsiya qilmayman, chunki u oilada ishil chiqib bo'ldigandek qilgan bilan ham printerniki bahasi arzon bo'lgandek qilgan bilan bir ish gapda yoki 15-20 kun ichida bir narsa bosmagan vaqtda qetib qoldi. Qetib qolgan vaqtida u kartushni ilib chiqarish bir avarchilik, undan keyin uni yumshatish avarchilik. Endi mana o'xshab ketadi, lekin ma'ni qilam rang qo'yishlar, uni ilib bu o'xshash kartushni qaytadan almashtirishning hojati yo'q. Bevosita rangni ichib bilan qo'yamiz, undan keyin ishlasak bo'ldi. Hozir ko'rayotganlaridek mana ko'rinishni telefonda ko'rayotganim uchun shuni iPad bilan tushiray. Albatta telefonga yoki iPadga tushirish farq qilmaydi. Endi bu yoqdan biz ishlatmoqchi bo'lgan tilni tanlaymiz. Appni tunji qatim ochgandan keyin ba'zi bir qabul qilgan shartnomalar bor. Bu shartnomalarni qabul qilib bo'lgandan keyin davomlashtirib yeni bir ürün ayarlar degani, ya'ni yangidan bir mahsulotni olgan vaqtda mana shu shaklda besib, mana bu iPadniki ko'k tushi o'chib qolmaganligi uchun ko'k tushni o'chiribdi. Ko'k tushni ochdingizmi deb deymiz. Qaraydigan bo'lsanglar, avtomatik Epson 2820 seriyasi. Yani şu seriyani topdi. Bağlaymiz bevosita. Hamda ko'rayotganlaridek hozir mana rang qo'yish bosqichiga keldik. Sizga qadam-qadam yordamchi bo'lamiz edi. Mana printer bilan iPad bog'lanish jarayonida biz rangni ichib turaylik. Meyerki ig'izni ichib, undan keyin mana shaklda qilib sen biz birinchi bo'lib qarasini ochaylik. Mana shaklda ochar ekanmiz. Ko'rayotganlaridek qadam-qadam mana ko'rsatdi mana. Og'izning qanday ichilganligi,
qanday qilganligimiz haqida tepsini yordam berdi mana. Ko'raturganlaridek rang qo'yilyapti mana. Biz mavi o'lcham bo'yicha qo'yamiz. Men chiqarib olgandiki yagim yo'q ketmaydi ekan, naydi. Yaxshi bo'lgan bir industri layskani. Ya'ni san'at laysi deymiz. Endi biz bütün ranglarni qo'yib oldik. Shu bo'yicha qo'yib oldik. Lekin men egizini taqab, men qorani birozcha qo'yib qoldim. Tepdim yerda bütün ranglarni qo'yib olgansiz dedi, dedik. Bütün ranglar to'liq bo'lmasa, to'liq qo'yilmagan bo'lsa, printerga bu bir zahmat yoki buzg'unchilik uchraydi deydi. Shunga bunga diqqat qilishimiz kerakki, başlasın. Hazır hem de rang yizish uskunasidagi kichik parchasining o'ziga mavi rangni sumirib da. Hem de müşahedeki şu ko'rsatmalarga asosan bir-birlab davomlashroq bo'ldi ekan. Menda tafsil deb turibdi ekan bir-birlab. Deydi, hozir printerimiz Wi-Fi bağlansunmi debdi. Ha deb izinni berdik. Mümkün bu Wi-Fi'ga bağlanması mümkün. Çünkü 5.0'ni qo'llamagan bo'lsa agar printer qo'llamani uni o'qimayman. Agar qo'llamasa Wi-Fi'ga bağlanmaydi degan gap. Hozir deganimdek shu bo'ldi. Printer faqat 2.4 frekansli Wi-Fi'ni qo'llaganligi uchun hozir Wi-Fi ya'ni mavjud Wi-Fi 5.0 shunga ko'rinmabdi, ya'ni topolmabdi. Shunga biz tez suratda iPad'ninki bağlangan Wi-Fi'sini 2.4 ko'zgarchi orqali uni qayta sinag'izimiz. 11 minut tuggandan keyin yani tamamen o'ziniki ranglarni tushuntirib va boshqa tayyorlarni qilib bo'lgandan keyin men u vaqtda iPad'ga Wi-Fi'niki 2.4 frekans Wi-Fi ulagandan keyin qayta yani ob'yomga ishlarni qaytadan davomlashtirib qilsam hozirlanishida printerimiz Wi-Fi ulag'liq emas. Shunga biz qaytadan faqat Wi-Fi'ni ulash uchun yana o'sha shaklda yangidan bir printerni qo'shgan o'xshash shaklda davomlashtirdik. Hozirlanishida Wi-Fi'ning ismi chiqdi. Biz nima ish qilib Wi-Fi ulaymiz degan vaqtda agarki shu nimamiz bizningki printerimiz AirPrint'ni ya'ni bevosita shu appni ishlatmasdan organ appni ishlatmasdan bevosita print qilishni qo'llaydigan bo'lib qolsa bunga yaraydi. Agar bo'lmasa ya kompyuter sim orqali chatimiz yoki boshqa bir shaklda print qilishimiz kerak. Hozir o'zir biz Wi-Fi'ga ulab bo'ldik. Endi qaraydigan bo'lsanglar printerninki nashr sistem nashri ko'n ekan. Hozir o'zida sistem nashrini yangilaydi ekan. Sistem nashri yangilagan vaqtda ba'zi bir xatoliklarni hal qilgan bo'ldi. Shunga yanglab boqaylik qani. Bir chatoq chiqmas. Ba'zi vaqtda bir masalalarni hal qilish bilan birlikda yana kutilmagan, o'xshamagan chatoqlar chiqishi mumkin. Shunga buni unutmaslik lozim. Printerimizniki o'zi chiqdi miyada, ob'yom qo'shib belgi chiqadi. Hozir printerimiz o'zi chiqdi. Endi biz mishadiki bütün ishlarni qila olamiz. Albatta hozir printerimiz sistem nashrini yanglatadi. Printerimiz hozir ishlatishga tayyor bo'lgan o'xshaydi. Biz bu qog'ozni sep ko'rib boqaylik. Endi bu yerdan biz yana ob'yom deganimdek AirPrint orqali print qilib boqaylik. Hozir men buni yozib boqmoqchi. Men bu o'zim yozgan nusxat. Buni biz printerdan suzib ko'rib boqaylik, qandoq unumga erishamiz. Yizish tezligimi halada tez, qaraydigan bo'lsanglar. Xeyli sifatli yozilibdi bu. Ranglarninki yozishlik darajasi shunday yaxshi. Endi biz
Oilada qaysi xil printerlarni ishlatishimiz kerak degan vaqtda hozircha bizniki iqtisodimiz yetadigan va yoki ishlatadigan 3 xil tip printerlar bor. Birinchisi kartushliq sistemadagi ranglarni purkuma holatda chiqadigan printer. Hamda buningki bir salbiy tarafi va ijobiy tarafi desakmi bo'ladi, bilmadim. Ijobiy tarafidan boshlaylik. Ijobiy tarafi bo'lsa, bu xil tipdagi printer arzon bo'ladi. Normal printerlarga qaraganda. Lekin diqqat qilgan bir nuqtamiz va kelgusida bizning beshimiz og'ritgan bir nuqta. U tür printerlarningki ma'noga o'xshash rang qutisi bo'lmaydi, rang ig'izi bo'lmaydi. Rang birlikda bo'ladi. Ya'ni ekranda ko'rayotganinglardek buni men uyg'urcha qanday ifodalashni bilmay qoldim. Bu shaklda buningki printerlar arzon bo'lgandek, qutidagi rang tugaydi va uni almashtirish to'g'ri keldi. U vaqtida ko'proq maliyatga nima qilish mumkin, ko'proq chiqim daxil etish mumkin. Hamda mat printerlar bilan u ikkisining farqi, birinchi farqi rang qutisi. Bevosita rangni o'ziga qo'ymaymiz. O'zidan sumirib olib, rang bosadigan narsaga, uskunasiga sumirib, o shaklda bosadi. Hamda ma printerlarniki ijobiy tarafi bo'lsa, rangni oyoq qo'ymaymiz. Rang bosadigan rang beshi deb qo'yaylik. Rang besish beshi buzilmaydi bevosita zavoddan ta'minlanganlik uchun. Bu shaklda ham maninki rang nimasimi nayt ko'p ranglik 4000 varaq, rangsiz ya'ni qora oq holatda 7500 varaqgacha yetadi debdi. Ya'ni shu bizga bergan ranglari bizningki shu ochgan vaqtida chiqqan total rang shu nimaga yetadi ekanda. Hamda biz buni sinab rasmiy olganmi bilamiz. Taxmi ishonchli bu shaklda. Ammo 3-chi printer lazer printer deganimizda u printerniki besish ranglarni yoki besish beshi o'xshamaydi. Buni men ekranda ko'rayotgan bo'lishim mumkin o'zida. Bu shaklda bo'ldi. Buningki ijobiy tarafi qattiq ketib qolmaydi. Masalan, oyda yoki yilda bir qadam bosalmi ketib qolmaydi. Yilda bosmaysa 1-2 oydan keyin masalan ishlatmay bir ishlatgan vaqtimi normal ishlaydi. Ma'noga o'xshash ranglarni püskürtish yoki ranglarni purkish holatida chiqadigan birinchi va ikkinchi tipdagi printerlarda ranglarni o'sha ketib qolishi mumkin. Ma'noga qaraganda birinchi rang qutisi bo'lgan, ya'ni kartushi bo'lgan printerlarda texmi bekrak bu ketib qolish ehtimoli yuqori. Shunglashqa men ma'no oldim. Buni ilishimga birinchi sabab boshqa do'stlarim ko'p tavsiya qilgan bo'ldi. Ishxona va yoki oilada bo'lsa qulaylik, ishlatish yaxshi deb. Undan keyin rang tankisini o'zida bevosita rangni o'ziga qo'ymaymiz. Undan keyin rang beshimi zavoddan ta'minlanganlik uchun u oson qaytib qolgan va yoki boshqa ishlar bo'lmaydi. Men shu ishlatish jarayonida uchragan masalalar bo'lsa, inshaalloh masala bo'lmas. Yaxshi ishlar. Bir hafta yoki 1-2 oydan keyin bu ishlatgandan keyingi ta'sirotini sizlarga o'rtoqlashaman. Hozircha boshqa so'zlaydigan narsalar asosiyatini ko'p qopti. Bu video bu shaklda tamomlandi. Undan so'ng biz kelar qitimliq yoki boshqa videolarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.